Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Amaliy matematika fani bo'yicha navbatdagi ma'ruzamiz tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalarga bag'ishlanadi. Mavzumizning rejalari to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi, burchak koeffitsiyentli orqali berilgan tenglamasi, ikki nuqta orqali o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamalari, to'g'ri chiziqning parametrli tenglamasi, to'g'ri chiziqning normal tenglamasi, demak to'g'ri chiziqning kesmalardagi tenglamasi. Xuddi shuningdek, ikki to'g'ri chiziq orasidagi burchak va nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofaga bag'ishlanadi. Rejamiz bo'yicha birinchi tenglama turi bu to'g'ri chiziqning demak umumiy tenglamasi deb nomlanadi. Ko'rinishi quyidagi bir formula bilan aniqlanadi. Bu yerda A, B, C lar bular koeffitsiyentlardir. Ular bir paytda 0 ga aylanmaydi. Agar ular 0 bo'lib qolsa, demak 0 teng 0 ayniyat shunchaki bo'lib qoladi. Maxsus hollar mavjud, ya'ni ma'lum bir kombinatsiya asosida ular 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak to'g'ri chiziqning xususiy hollari kelib chiqadi. Shularni ko'rib o'tamiz. Aytaylik, C 0 ga teng bo'lsin va A va B lar 0 dan farqli bo'lsin. Unda bir tenglamamiz ax plus b y teng 0 ko'rinishiga keladi. Yoki y ni ajratib olib yozilgan ko'rinishdagi tenglamasi quyidagicha bo'ladi. Bu to'g'ri chiziq koordinata boshidan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini ifodalaydi. Uning grafiklarini ko'rishingiz mumkin. Demak, mana koeffitsentlari turli xil bo'lganda qaysi ko'rinishga ega ekanligini ko'rishingiz mumkin. Lekin bularning barchasi koordinata boshidan o'tayotganini ko'rishimiz mumkin grafikdan. Navbatdagi holat, demak, A va C lar 0 bo'lsin va B 0 dan farqli bo'lsin. Unda bir tenglamamiz b y teng 0 ko'rinishiga keladi, ya'ni b bu yerda 0 dan farqli bo'lgani uchun y teng 0 ni ifodalaydi. Y teng 0 degani bu absissa o'qida yotuvchi to'g'ri chiziq yoki absissa o'qini ifodalaydi. Ya'ni o'sha o'qda yotuvchi to'g'ri chiziqni ifodalaydi. Navbatdagi xususiy holimiz B0, C0, lekin A 0 dan farqli. Unda bir tenglamamiz ax teng 0 ko'rinishiga keladi. Bu yerdan A 0 dan farqli bo'lganligi uchun x teng 0 ko'rinishidagi tenglamaga ega bo'lamiz. Bu esa ordinat o'qida yotuvchi to'g'ri chiziq, mana bu qizil to'g'ri chizig'imizni ifodalaydi. Demak, mana shu xususiy holimiz. Navbatdagi xususiy holimiz A 0 dan farqli, C 0 dan farqli, lekin B 0 bo'lsin. Unda quyidagi ko'rinishga keladi tenglamamiz x barobar minus c taqsim a. Bu esa x o'qiga demak perpendikulyar bo'lgan, y o'qiga esa o'z navbatida parallel bo'lgan to'g'ri chiziq ekanligini ifodalaydi. Bu yerda c taqsim a imizning koeffitsiyenti demak ishorasiga qarab y o'qidan o'ngda yoki chapda joylashgan bo'lishi mumkin. Navbatdagi xususiy holimiz b 0 dan farqli, lekin a 0 ga teng holat. Demak, unda y barobar minus c taqsim b ko'rinishiga keladi bu to'g'ri chizig'imiz. Bu to'g'ri chizig'imiz esa ox o'qiga parallel bo'ladi. Demak, bularning musbat va manfiyligi x o'qidan yuqorida yoki pastda joylashganligiga qarab grafikdan ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi demak to'g'ri chiziq tenglamasi y barobar kx plus b ko'rinishida, ya'ni bu to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti orqali ifodalangan tenglamasi deyiladi. Bu yerda k burchak koeffitsiyentini ifodalaydi, b ning geometrik ma'nosi esa y o'qini kesib o'tayotgan nuqtani ifodalaydi. Ya'ni y o'qini qayerdan kesib o'tayotgan bo'lsa, o'sha b demak shu geometrik ma'nosi kesib o'tish nuqtasini ifodalaydi. K esa bu yerda burchak koeffitsiyenti. Demak, umumiy tenglamadan to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti tenglamasini hosil qilishimiz mumkin. Bu yerda unda k minus a taqsim b, b imiz esa minus c taqsim b orqali ifodalanib qoladi. Demak, k bu yerda tangens alfa bilan ifodalanadi. Alfa bu yerda demak ox o'qining musbat yo'nalishi bilan, demak bu to'g'ri chizig'imizni ox o'qini musbat yo'nalishi bilan tashkil qilgan burchagini ifodalaydi. Navbatdagi to'g'ri chizig'imiz esa berilgan ikki nuqtadan, ya'ni a va b nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini ifodalaydi. Tenglamasi quyidagicha aniqlanadi. Bu yerda x1, y1, x2, y lar mos ravishda birinchi va ikkinchi nuqtalarimizning koordinatalari hisoblanadi. Navbatdagi to'g'ri chiziq tenglamasi bu to'g'ri chiziqning parametrik tenglamasi deb yuritiladi. Demak, bu yerda x barobar x1 plus lt, y barobar y1 plus mt ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda t biz uchun parametr hisoblanadi. Demak, bu yerda x1, y1, l, m lar esa ma'lum sonlar, koeffitsiyentlar.
Navbatdagi to'g'ri chizig'ining tenglamasi bu to'g'ri chizig'ining normal tenglamasi deb yuritiladi. Uning ko'rinishi x ko'paygan cosinus alfa plus y ko'paygan sinus alfa minus p barobar 0 ko'rinishda bo'ladi. Demak, bu yerda p ning geometrik ma'nosi berilgan to'g'ri chiziqdan koordinata boshdan shu to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani ifodalaydi. Alfa esa shu demak perpendikulyar, ya'ni o'sha masofani ox o'qi bilan tashkil qilgan burchagini ifodalaydi. Alfa. Demak, sinus va kosinus alfalarni quyidagi formulalar bilan topishimiz mumkin. Bu yerda a, b lar demak o'sha berilgan umumiy ko'rinishdagi to'g'ri chiziqning umumiy ko'rinishdagi tenglamasini oldidagi, demak x va y oldidagi mos ravishda koeffitsiyentlardir. Bu yerda p ning ishorasi demak s ning ishorasiga doim teskariligini aytib o'tish joiz. Demak, p manfiy ishora bilan olinadi agar s'imiz musbat son bo'lsa, plus s turgan bo'lsa. Agar s'imiz aytaylik manfiy son bo'ladigan bo'lsa amaliyotda, aytaylik y dan keyin minus aytaylik 6 bilan turgan bo'lsa, demak p imiz teskari ishora plus bilan bu yerda yoziladi. P esa aytib o'tganimizdek bu masofa. Bu ko'rinishdagi demak tenglama orqali ifodalab olsak, bu yerdan p ning qiymati bu o'sha demak biz aytganimizdek koordinata boshidan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani ifodalab turgan bo'ladi. Ya'ni masofa ko'rinib turgan bo'ladi bu tenglamada. Navbatdagi tenglama ba'zi adabiyotlarda to'g'ri chiziqning kanonik tenglamasi, ya'ni sodda tenglamasi deb keladi. Bu umumiy tenglamadan quyidagi ko'rinishga keltiriladi. Ba'zi adabiyotlarda to'g'ri chiziqning kesmalardagi tenglamasi, kesmalardan ajratgan demak proyeksiyalar bo'yicha tenglamasi ham deb yuritiladi. Umumiy tenglamadan demak to'g'ri chiziqning kesmalardagi tenglamasini quyidagicha hosil qilishimiz mumkin. Buning uchun bor yo'g'i s ni demak o'ng tomonga o'tkazib olamiz. Minus s o'z navbatida koeffitsient almashib o'tadi, bilasiz yaxshi. Minus s ga demak ikkala tomonni bo'lib yoramiz. Bo'lib yorish natijasida quyidagi ifodaga ega bo'lamiz. Demak o'ng tomonda 1 hosil bo'ldi. Endi x va y oldidagi koeffitsiyentlar a va b larni kasrning xususiyatidan, demak xossasidan kelib chiqib mahrajga tushirib yoramiz. Minus s taqsim a va minus s taqsim b mos ravishda x va y mahrajida hosil bo'ldi. Bu demak sonlarni mos ravishda m va n kabi belgilab olsak, mana bu sodda tenglama hosil bo'ladi. X taqsim m plus y taqsim n barobar 1. Bu tenglamaning qulaylik jihati shundaki, bu to'g'ri chiziq ko'rinishi demak mana shu zaylda berilgan bo'lsa, uning grafikini chizish hech qanday sizga muammo tug'dirmaydi. Chunki bu m geometrik jihatdan x o'qini kesib o'tayotgan nuqtasini, n esa y o'qidan shu to'g'ri chiziqni kesib o'tish nuqtasini ifodalaydi. Biz bilamizki, demak to'g'ri chiziqning ikkita nuqtasi berilgan bo'lsa, bu to'g'ri ikki nuqtadan yagona to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Demak, grafikini chizishda demak juda qo'l kelar ekan bu ko'rinish. Shu zaylda demak kanonik tenglamadan to'g'ri chiziqning grafikini chizish eng oson yo'llardan biri ekan. Navbatdagisi demak tushunchamiz to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak. Demak, berilgan bo'lsin to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti orqali tenglamalari. Ikki to'g'ri chiziq berilgan bo'lsin. K1 x plus b1, ikkinchisi k2 x plus b2. Bu yerda k1 tangens alfa 1 ekanligini bilamiz, demak k2 imiz tangens alfa 2 ekanligini bilamiz. Bu ikki to'g'ri chiziq orasidagi burchak, fi burchak o'z navbatida bu burchaklarning ayirmasi ekanligini bildiradi. Ikkala tomonni tangenslaydigan bo'lsak, demak tangens alfa 1 minus alfa 2. Trigonometriya kursidan ma'lum bu ayirma quyidagicha ifodalanadi. Agar tangenslarni mos ravishda k1, k2 lar bilan almashtirib chiqsak, biz demak berilgan ikki to'g'ri chiziq orasidagi burchakni topish formulasini hosil qilamiz. Navbatdagi tushunchamiz demak to'g'ri chiziqning parallellik va perpendikulyarlik shartlari. Agar b1 va b2 lar bir-biriga teng bo'lishmasa va k1, k2 lar bir-biriga teng bo'lsa, bu to'g'ri chiziqlar o'zaro parallel to'g'ri chiziqlar deyiladi. Ya'ni ular hech qachon kesishmaydi. O'zaro kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar tekislikdagi. Demak, burchak koeffitsentlari bir xil bo'lsa, ular parallel bo'lishadi. Demak, parallellik shartini shu koeffitsentlar tengligi ta'minlaydi. Keyingisi to'g'ri chizig'imizning perpendikulyarlik sharti. Bu burchak koeffitsentlarining ko'paytmasi -1 ni berish kerak yoki biri ikkinchisini quyidagi formula bilan topish kerak. K1 barobar -1 taqsim K2 orqali ifodalansa, bu to'g'ri chiziqlar o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Ya'ni ular orasidagi burchak 90 gradusni tashkil etadi.
Agar to'g'ri chizig'imiz burchak koeffitsiyentli emas, umumiy tenglama ko'rinishda berilgan bo'lsa, unda to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak quyidagi formula bilan aniqlanadi va o'zaro parallellik, perpendikulyarlik shartlari mos ravishda quyidagi formulalar bilan topiladi. Va nihoyat nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofamiz quyidagi formula bilan aniqlanadi. Bu yerda o'sha masofani D deb olganmiz. Ko'rishingiz mumkin, o'ng tomondan modul uchrayapti. Ildiz musbat chiqadi. Demak, masofa manfiy bo'la olmaydi. Shuning uchun modul demak bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ax plus by plus c to'g'ri chizig'imizning umumiy tenglamasi, x0 y0 berilgan nuqtaning koordinatasi. Nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa quyidagi formula bilan topiladi. Bu amaliyot demak muhandislik masalalarida, iqtisodiy masalalarda bevosita qo'llash mumkin. Aytaylik, aholi punkti bor, magistralgacha eng qisqa masofa. Xarajatlar kamayishi uchun yoki quvurni demak boshqa bir quvurga, magistral quvurga urlash uchun eng kam xarajat, ya'ni eng qisqa masofa bo'yicha boradigan yo'l bo'ladi. Bu masofani demak mana shu formulalar bilan topishimiz mumkin ekan. Yana bir iqtisodiy amaliy masalani ko'rishimiz mumkin. Demak, aytaylik, sizda bir yuk bor, ishlab chiqaruvchisiz va sizga ikkita taklif bo'lyapti. To'g'ri, demak, xarajat funksiyalari quyidagi formulalar beriladigan, demak, ikkita yuk tashish kompaniyasi sizga taklif qilyapti. Aytaylik, har kilometrda 20 birlik pul birligi va aytaylik, strafovka uchun 100, sug'urta uchun 100 birlik va ikkinchi kompaniya har bir kilometriga aytaylik 25 pul birligi va sug'urta uchun 70 pul birlik xarajat taklif qilsin. Ko'rishimiz mumkin, 70imiz yoki 100imiz bosib o'tgan kilometrga bog'liq emas, bu umumiy xarajatga qo'shilyapti. Savol paydo bo'ladi, qaysi birini chaqirgan ma'qul va qaysi kilometrda ularni chaqirgan bir xil bo'lib qoladi, ya'ni xarajatlarimiz bir xil bo'ladi. Y bu yerda demak eslatib o'taman, xarajat, x bu yerda kilometrni ifodalaydi. Agar bu xarajatlar teng bo'lish momentini topmoqchi bo'lsak, bu ikkita funksiyani demak to'g'ri chiziq tenglamasini tenglaymiz. Ko'rishimiz mumkin, tenglamadan x teng 6 chiqqan. Bu degani x teng 600 kilometrda tashqi transport xarajatlari bir xilda bo'ladi, ya'ni 220 pul birligini tashkil etadi. Shuning uchun demak 600 birlik, ya'ni 600 kilometr masofa bo'ladigan bo'lsa, u birinchisini chaqirasizmi, ikkinchisini chaqirasizmi, farqi bo'lmaydi. Lekin grafikidan ko'rishimiz mumkin, 6 kilometrdan keyin yoki 600 kilometrdan keyin biz ko'rishimiz mumkin, y barobar 20x plus 100, ya'ni birinchi toifadagi transport kompaniyasining xarajat funksiyasi ikkinchisining xarajat funksiyasidan ostida, ya'ni pastda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Bu degani xarajatlar kamroq, ikkinchi toifadan ko'ra kamroqligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi toifa esa ko'rishimiz mumkin yuqoriga qarab ketadi. Va o'z navbatida aksincha 6 birlik kilometrgacha bo'lgan masofada ikkinchi tashqi transport xarajatlari pastroq, kamroq bo'ladi. Birinchi demak kompaniyadan ko'ra. Shu uchun demak siz aytaylik ishlab chiqaruvchidan to iste'molchigacha yetkazib beradigan kilometrga qarab birinchi yoki ikkinchisini iqtisodiy jihatdan tanlashingiz mumkin, ya'ni xarajatlar kam bo'ladigan qilib. Quyida mavzu bo'yicha foydalangan adabiyotlar keltirib o'tilgan. Quyida esa elektron manzillar, murojaat va savollar uchun e'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi darslargacha salomat bo'ling.